Bir klubda jarohatlar shunchalik ko'payib ketadiki, endi muammo futbolchilarda emas, tizimning o'zida bo'lishi mumkin. Salom futbol muxlislari. Bugun Real Madrid atrofida paydo bo'layotgan jiddiy muammo haqida gaplashamiz. Klubda jarohatlar soni keskin oshib ketgani sababli tibbiy bo'lim faoliyati ham tekshiruv ostiga olinmoqda. Videoni boshlashdan oldin bitta iltimos. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal rivojiga katta yordam beradi. Endi esa asosiy mavzuga o'tamiz. Real Madrid ayni paytda mavsumning eng muhim bosqichiga kirib bormoqda. Ammo jamoa tarkibidagi jarohatlar soni murabbiylar shtabini jiddiy muammoga duchor qilmoqda. Ispaniya ovalari xabariga ko'ra, ayni paytda jamoaning 9 nafar futbolchisi Celta Vigoga qarshi o'yinda maydonga tusha olmasligi mumkin. Jarohat olgan futbolchilar orasida jamoaning asosiy yetakchilari ham bor. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrigo, Eder Militao, David Alaba va Dani Ceballos. Bundan tashqari, ayrim futbolchilar diskvalifikatsiya sababli ham o'yinni o'tkazib yuboradi. Bu holat klub ichida ham savollarni ko'paytirmoqda. So'nggi 2 mavsumda Real Madrid futbolchilari juda ko'p jarohat oldi. Statistikaga qaraganda, o'tgan mavsumda jamoada 50 dan ortiq jarohat qayd etilgan va ularning katta qismi mushak bilan bog'liq bo'lgan. Bu esa jismoniy tayyorgarlik va tiklanish jarayonlari to'g'ri tashkil etilmagan bo'lishi mumkin degan shubhalarni kuchaytirmoqda. Eng qiziq tomoni shundaki, ayrim yulduz futbolchilar davolanish uchun klubdan tashqaridagi mutaxassislarni tanlashni afzal ko'rmoqda. Masalan, Mbappe va Bellingham o'z jarohatlarini Parij va Londondagi mutaxassislar nazoratida davolashni so'ragani haqida ham xabarlar paydo bo'ldi. Bu esa klub ichida tibbiy shtabga bo'lgan ishonch masalasi paydo bo'layotganini ko'rsatadi. Real Madrid rahbariyati esa vaziyatni jiddiy ko'rib chiqmoqda va kelajakda tibbiy tizimda o'zgarishlar bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Oldinda Celta Vigoga qarshi muhim o'yin turibdi. Chempionlik poyg'asi qizib borayotgan bir paytda esa har bir ochko juda katta ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, Real Madrid uchun bu muammo faqat jarohatlar bilan bog'liq emas. Bu klub ichidagi tizim va ishonch masalasiga ham aylanib bormoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Real Madridda jarohatlar ko'payib ketishining asosiy sababi nimada? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.